Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda navbatdagi ishtirokchilarimiz mavjud. Ular bilan tanishib olamiz. Keyin shartlarni tushuntirib o'tamiz. O'zingizni tanishtiring. Pedagogika fakulteti 1-kurs Nazar va Guliza. Siz Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti tarix yo'nalishi 1-kurs. isming? Nabiyeva Oydinor. Oydinor. Xo'p, bizda birinchi shartimizda ikkovlar bir xil kitobni tanladinglar. Bunda 1 daqiqa muhlat beraman. Ochib bersiz, 1 daqiqa muhlat beraman. Nechta so'z o'qiy olasizlar. Keyin sizdan boshlaymiz. Tayyormisiz? Bir xil vaqtda o'qimaymiz ama. Yo'q, bu kurs kutib turadi. Tayyormisiz? 1 2 Men dadam Alasti ko'prik. 1 2 yoni bosaman-da. 3 Tayyorman. Men dadam Alasti ko'prik. Bugun Qaramangaga mehmonga boramiz. Dadam kecha va'da qilgan, shuning uchun ertalab xarxasha qilmay uyg'onda bir bug'da arpa non 4 ta jiyda bilan choy ichib bo'lguncha dadam kashfandozda o'tirib etigini kiydi. Chap poyini darrov kiydi, o'ng poyida ancha qiynaldi. Doim shunaqa bo'ladi. Dadamning o'ng oyog'i qiyshiq urushda o'q tegib tovonini o'chirib ketgan. Paytavanni 3 marta qayta uradi. Alla kimni so'kdi, keyin qaddini rostlab jigarini shimining cho'ntagidan tamaki xaltasini oldi. Xaltachaning bog'ichini bir tortgan edi, og'zi o'zidan o'zi ochilib ketdi. Boshqa cho'ntagidan bukloqli gazeta chiqardi. Tirnoqlari sarg'ayib ketgan yo'g'on barmoqlarini xaltachaga suqib bir chimdim tamaki oldida qog'ozga to'kdi. Qog'ozni burab tili bilan biqirlaganda papiros tayyor bo'ldi. Qoldi papirosni mo'ylovi tagiga yiqib gugurt chizdi. Dadam har gal gugurt chizganda mo'ylovi yonib ketmasaydi deb qo'rqaman. Mo'ylovining yo'g'onda o'zi xuddi qora ammamning mushugining dumiga o'xshaydi. Dikkay piroy sarg'ayib ketgan. Xayri Google ham qo'ymadi. Qani Giroy ketdikmi dedi og'zini ustidan chiqarib. Otim Giroy emas, Muzaffar. Joyxonadagi kishilar meni Giroy deb deyaverib dadamni ham o'rgatib qo'yishgan. Otimni aytib chaqirmaydi-yu, mayli Giroy bo'lsa bo'panda ketdik. Ota bola ko'chaga chiqdik. Eshigimiz oldida bir tup bo'ldi. Siz aytishga o'rdingiz, lekin malades. Endi navbatdagi ishtirokchimiz Oydinoya. Qayerda to'xtadingiz? yong'oq bor. Yong'oq bor degan joyda to'xtabdi. Mana bundan boshlab o'qiverasiz. Tayyormisiz? 1 2 Shunaqangi balandga 3 osmonga tegib turadi. Kunduzda yong'oq pishganda dadam uzun tayoq ko'tarib ustiga chiqadi. Qarsillatib qo'yadi. Men turib olaman, ammo hozir yo'q. Yoz, yong'oq hali pishmagan. Qanday qilib qora ammamnikiga yo'l oldik. Oldinda dadam cho'loqlanib boryapti. Oyog'ida etik, egnida 2 cho'ntagiga do'ppayib chiqqan jigarrang shim, eski ko'ylak, boshida do'ppa. Har qadam bosganda o'ng tomonga yiqilib ketayotganga o'xshaydi, lekin yiqilmaydi. Faqat tez yurganda o'ng oyog'idan tagida ayniqsa ko'p chang ko'tarilib, suzrab bosadi-da, qora ammanikiga rosa uzoq. No'qay qo'rg'on degan joyda yuraverib charchab ketasiz. Ko'chadan ketaversangiz eng avval Tuya amakining uyi keladi. Tuya amaki sartarosh Abduvali degan o'g'li bor. Bo'yi mendan kattaroq, u o'zi sap-sariq. Abduvali men bilan endi o'ynamayman. Anunda soqqa quvvor o'ynagan edik. 6 ta yong'og'imni yutib qochib ketdi. O'zining eshigi oldida yong'oq yo'qligiga alam qildi-da, ketidan quvlab kirmoqchi edim. Mavluda opasidan qo'rqdim. Shunday qilib Abduvalilarning uyidan o'tib guzariga chiqasiz. Xo'p, endi birinchi shartimizda Sadiya qizimiz 176 ta so'z o'qibdi. Malades. Ikkinchisi Oydin qizimiz 139 ta o'qibdi. Ikkinchi shartimiz bunday bo'ladi. Buni siz boshlab berasiz. Yutganingiz uchun, birinchi shart yutganingiz uchun asar nomini aytasiz, oxirgi harfiga topasiz. Shunday davom etadi. Yutganga sovg'amiz bor. Ikkinchi qora. Izlar va hislar. Regami? Rizq Allohda. Ne? Bir borga soya bor. Regami yana. Hozir. O'yle. Regi topolmayapman. Topasiz. Ko'p-da, yozatini ko'p edi. Regi nima bor edi? Riyozat Solihin. Yog'din. Ver. Shoshilmay turing, qidiryapman. Uzoq ketolmaymiz. Topolmadim. 3 Riyozat Solihin. Asar bor edi, nom. Shohlar haqida yozilgan asar edi. Sovg'a ketdi. Shartimiz g'olibi Oydin qizga va'daga vafo mana Choliqish kitobini berdik. Tabriklaymiz. Qatnashganingiz uchun sizga ham tabriklaymiz. Hammanglar salomat bo'linglar. Rahmat. Shunday o'yin tashkillashtirganingiz uchun xursand bo'ldik. Rahmat.